Kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari va zabomaganlar. Mana bugun 11-iyul 2025-yil. Sanasi mana ko'rib turganlaringdek, Xop tumanida Lutfulla shogirdimiz bor edilar. Bag'am ancha oldin boshlaganlar. Men esa 1,5 yilda boshlagan bo'lsa, bundan keyin faqat qiziqib boshlagandilar. Hozir mana uyga kelib, mana bu 10 tonnacha begumsar bor ekan, olib ketyapmiz. Begumsarni yuklash jarayonini ko'ryapsizlar. Assalomu alaykum, borman. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshimi, rahmat. Umrimga baraka. Umringizga aka. Qisqasi, barakasini bersin aka. Mana o'sha paytda birinchi boshlaganimizda ko'pchilikka bir g'alati berganlarga shu sohaga daromad kelishiga ishonib boshlaganimiz uchun mana men ham Allohga shukr, yaxshigina daromad, bola qizlarimiz chiroyli qaynayapti, boshqa. Sizni ham ko'rib xursand bo'ldim. Anchadan ko'rishgan yo'q edi. O'g'limga bergan ekan soldilarga. Mana begumsar, mana bu begumsar. Juda chiroyli ko'rib ichida salafan qildilar, shu namligi yo'qolib qolmasligi uchun. Mana top-qora bu eng oliy navli begum. Bunaqa begumimiz kam uchraydi. Lutfullaga 5 bog'i. Akam zo'r baladi. Do'stlar, kimda ekan mana chiqib turgan shogirdlarimizni bemalol murojaat qilasizlar. Davomimiz ochiq, anchagina tonna zakasimiz bor, olamiz. Sotolmay yurganlar. Mabodo begumimiz xizmatchi bo'ladigan insonlarga murojaat qilsa, Kaliforniya chuvachalar va Lutfullada ham bor, bizda ham bor. Beramiz, o'rgatamiz, ertaga chiqqan mahsulotni o'zimiz qaytib sotib olamiz. Mabodo o'zlaridan ortiq qolsa, yo'qolsam bemalol o'sha atrofingizdagi issiqxonalar, boshqalar dehqonlarimiz albatta olib ekinlarga ishlatishyapti, borgan sari talab ortyapti. Pullar o'zini Eronga chiqardi, 100 tonna xabaringiz bo'lsa kerak, ijtimoiy tarmoqda ko'rgan bo'lsangiz to'g'ri. Bu ham ancha narsa, bu xalqimizga o'sha Bunyubuloqda shuncha 4 kishi 5 kishi ko'pchilik ko'p 100 tonna ham hazagan narsa emas. 150 million pul sarmoya o'sha Bunyubuloq tumanimizga kirib kelyapti yoki O'zbekistonimizga o'sha Erondan valyuta kirib kelyapti deganmiz-da bu ham. Muhim qilsa bo'layotgan biznes. Ha, bu yemoq hisob. Mana buni orqasidan men ko'p aytaman. Men milliard daromad qilganman. O'sha qimmatbaho avtomobilim ham bor, buni ham yaqinda oldim. Mana qoraqizlar chiroyli qaynaydi, boshqa farzandlarimga uy qurganman, boshqa. Sizlar ham bemalol bu sohaga qiziquvchilar boshlanglar, yaxshigina daromad qilasizlar. Albatta, men faqat bir xohish bo'lib boshlansa bo'ldi. Qanaqa savollar bo'lsa kommentariyada yozaverasizlar, javob beramiz, like bosib qo'yasiz.